Joning sog'. Xudo berdi. Mana ses sutlarni olib kelib berdik. Tug'dirib berdik. Jonivor. Akalar, sutni zo'rdan so'ragan obunachilarimiz uchun akalar videoni o'tkazmasdan turing. Asallari mollardan. Mollarni veliganlaridan bo'lyapti. Bu safargi video va shu injiq mollarning injiqlaridan aka men qarang. Mashalloh. Bollari nima bo'ladi? Bolalar 12 ham novasi Bollar buqasiz. Akalar videoni o'tkazmasdan turing aka. Lahga bosib. Obunachilarga Xudo xolasa asallardan olib kelib berdik. Jonivor. Aka men shunaqangi mol so'raganmiz aka. Niyat qilganimizda lahga bosib turing. Buni to'liq ma'lumotlarni hozir chiroyli qilib To'lajon aka avzorlarni qilib beradi. Bollar buqasidan men qarang. Mashalloh. Bo'ylari ham akalar katta mollar, yirik mollar men qarang. Assalomu alaykum Qo'shtepa savdo kanalimiz aziz obunachilari, akalar, ukalar va bizni kuzatuvchilar hamda sigir ishqibozlari. Sigirlarni zo'rlardan, veliganlardan so'ragan obunachilarimiz uchun akalar bu safargi video vashi bomba bo'ladi aka. Xo'p, akalar ser sut so'ragan obunachilarimiz uchun akalar sutlari boy, katta mol, yirik mol so'ragan obunachilarimiz uchun akalar qarang. Mollarni qarang. Dahshatlaridan jonim sog' bo'lgunlar. Xo'p, bu ikkita sigirimiz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Archazor mahallasidan To'lajon akamlar xonadonidamiz akalar. Mollarni zo'rlardan, bollari buqasidan sutga ishlaydigan obunachilarimiz uchun akalar tavsiya qiladigan mollarimizdan aka. Xo'p, sizlar akalar like bosib, kanalga obuna bo'lib tursangiz, shunaqangi videolarimizni akalar kunda qo'yishga harakat qilamiz. To'lajon akam hozir bular chiroyli qilib avzorlarni qilib, narxlarni yetalab ko'rsatib, hamma yo'qlarni chiroyli qilib avzorlarni qilib beradilar. To'lajon aka, assalomu alaykum aka. Keling, Tuzumsiz aka? Charchamasdan rahmat. Charchamang. Rahmat aka, tuzumsiz? Xudo xolasa Xudo berdi, mana obunachilaringizga ser sutlardan tug'dirib berdik. Zo'rlardan aka. Zo'rlardan, asallardan. Xo'p, birinchi qo'ldan olasiz akalar. To'lajon akam bo'g'ozligida olib kelib tug'dirib, chiroyli qilib. O'zimiz qo'limizda tug'di. Narigisiga 10 kun bo'ldi, bunisi yarasa 1 hafta bo'ldi. Yoniga ham deb boring aka. Qaysi biri? Mana bunisiga 10 kun bo'ldi, Xudo xolasa. Bunisiga 10 kun Kirdi, o'g'izlari aridi mollarni. Aha. Xudo xolasa behijolat. Behijolat. Bolasimi buni aka? Buqa bo'lganda ham qarang, to'laydigan buqada Xudo berdi. Jonivorni ko'ryapsizmi? Joning sog' bo'lgur. Endi kallasini qarang, o'nayni yurdi. Tirsaklarni hamma yo'q kelganda, bu ko'tlarini ham qarang. Bo'zaymisan, bo'zay o'zi ham. Mashalloh. Aka, niyat qilgan bo'lsangiz, bitta lakni bosing aka. Sementalni ham qochirib yuboradi jonivor. Xo'p, aka uni yemayapti. Narigini bolasimi u? U narigini bolasi. Farqi yo'q, u ham juda yuvosh. Ali meni bolam, uni bolam qilmaydi bular. Bir-birini bolasini emdiraveradi. Umul orqa ketlari zo'r, tutaylari ham rosa. Xudo xolasa sog' beramiz, ko'rishadi. Xudo berdi. Juda boy akalar. Xo'p, buni bolasi ham, bunisi ham buqa, ha? Buniki ham buqa Xudo berdi. Buniki mana gibrid buqa. Ko'ryapsizmi? Sementalga qo'yilgan edi. Bu qoraola tug'ib berdi, qolgan hamma yo'q semental, qarang, tumshuqlari. Gibridligi o'zi ham aytib turibdi jonivor. Baquvvat ekan jonivor. Xo'p, To'lajon aka, bularni aka birinchisidan boshlab tishlarni ko'rsatib aka. Bo'ldi. Olib chiqib yetalab ko'rsatib aka ma'lumotlarni beramiz aka. Bo'lmasa shundan boshlaylik aka birinchisidan. Tishlarni ko'rsatib beraylik. Qani? Mashalloh. Bo'ldi, tishlar 8 kuray, ha? 8 ta. Endi nechta tuqqanini o'zlar aytishaversin, biz baqa biz ham bo'g'ozligida olganmiz, Xudo berdi. Ha. Bo'g'ozligida olingan omali veligan mol ekan, bor-ku. Jonivor. Trivesi ham bor, bir 700 kilo kelsa kerak jonivor. Joning sog' bo'lgur. Qana shaqqa sekin bolasi bilan billalashib. Bag'da ening bag'da. Jonivor. Ketdik. Mashalloh aka. Sutga ishlayman deganiga, bolasi ham to'lab beradi ondan, Xudo berdi, Xudo xolasa. Mol berib Inasiga qarab bo'ladi-da, bolasi ham aka. Ha, inasini qarang o'zi. Bolasi bir keyingi yilga Xudo xolasa inasini bekorga qo'yib ketadi. Inasini qo'yib qo'ysa, mashalloh. Molam turishni qara. To'ashni ushlab turingchi. Turishini qarang. Molam o'zini maqtab o'rarganda. Joning sog' bo'lgur. Hamma yo'qni biladi bu jonivor o'zi. Qarang. Xo'p, aka buni necha litr sutga beramiz hozir? Men 15 ta sog'yapman bolasi sayda yurib beravering. 15 taga hozir 20 ta, 25 ta deyishdi kerak yo'q, Xudo berdi. Aha. Oshig'ini sog'ib olsa maza qilsin. Ha, oshig'ini duo qiladi, Xudo xolasa. Olgan odam duo qiladi. 15 litrga berilaveradi. 15 litrga beraman, ortig'ini sog'ib oladi, Xudo xolasa. Joning sog' bo'lgur. To'xtab turing-da. Bu belini qarang aka, belini. Mashalloh. Ha, bolasi ham zo'r. Xo'p, To'lajon aka, narxini nech pul deymiz aka, narxini? Chiroyli qilib aka biz obunachilarga. Narxini 55 million deyib kelishaveramiz. 55 million so'm kami bor. Xo'p, aka. Tushiring biz obunachilarga aka. Bo'ldi, jup olganga Xudo berdi, ancha tushib beraman. Sherigi bilanmi? Ha, sherigi bilan, jupi ham bor. Endi aka, to'g'ri, jupiga bo'lsa tushib berasiz, to'g'ri, aytganingiz to'g'ri-yu. Prosta endi yakkasini ham so'rab bo'ladi-da, masalan, yakkasini so'raganda ham tushib beramiz. Mana
1 million o'tib beray, mayli xudo berdi. 54, ha? 54. Dastlabkani qilib beraman xudo xolasa. Dastlabkilar qanchaga qilib beramiz? Toshkentgacha qilib beraman aytilgan pulni ichida. Toshkentgacha dastlabkilar bor, akalar 54 million so'm kam bor, bolasi buqa 15 litr. Aka bu mol to'g'risi 20 litr beradi. 20 litr berishga men o'zim ahlim yetib turibdi-yu. Prosta To'lajon akam aytmoqchi bo'lyapti. Men 3 oycha boqdim xudo berdi bu molni. Bitta tirqatgan anaqa g'ubori yo'q xudo xolasa. G'ubori yo'q, ha? Muqaram baquvvatligini jonivor. To'lajon aka. Xudo berdi. Samarqandgacha qilib bering dastlabkasini aka. Bo'ldi, xudo xolasa jup olganga O'zbekiston bo'ylab qilib beramiz. Jupiga bo'lsa O'zbekiston bo'ylab qilib beriladi. Xudo xolasa. Xudo berdi. Xotirjam olishsin molni. Xudo xolasa tindaqcha aybi yo'q. Xo'p, molda aka xotirjam olib uyga olib borib bemalol qo'yaverasiz, to'g'rimi? Yemini topib bersa bo'ldi, boshqa aybi yo'q. Oma yemni beradi, sutni beradi. Akam o'zim shu ko'rib turibman, mol hech kim semiz bor-ku, jonivor. Bu mollar yemda turib, o'zi qanasam bo'ladi, zo'r yegan mol semiraveradi ham, to'g'rimi To'lajon aka? To'ppa-to'g'ri. Yegani semiradi, yegani semiradi. Mun qarang, bolasini qarang, bolasi bor, alohida temaykan. Buni xudo xolasa, xudo berdi. 5 oydan keyin ko'z oldiga keltirib qo'yursin-da. Bittasini qo'yib berib tursin. 15 tadan sog'ib olib qolganini qo'yib berib tursin, yetadi bunga. Xudo xolasa. Mashalloh. Bo'ldi, bularni sog'amiz hozir. Navbatdagisini olib chiqib ko'rsatib, ma'lumotlarni beraylik, keyin chiroyli qilib bularni sog'ib beramiz. To'lajon aka, mashinani bir ishini ko'rsatib keling mana buni mendan boshqasi ikkinchi bolasi deydi. Xudo berdi, qarang, ishini. Mashalloh. Mana bu qarang, oxiriga yetkizgan ham bor. 8sini hali 10 quruq yetkizgan yo'q ekan. Bo'ldi aka, zo'r. Xo'p, bo'ylarga keladigan bo'lsak, bo'ylari akalar 1.35 ko'ryapman molni. Oma xudo berdi, mashina molni olgan odam bor-ku. Ha. Maza qilib yuboradi. Baraka topadi aka. Xudo xolasa bu. Bolasini charqaroqqa tortib turingchi, yurgizinchi. Mun qarang. Buni 20 ta sutga beraveraman, qo'rqmay xudo berdi. 20 litrga, mun qarang, nozlanishini, qarang buni yurishini. Mashalloh akalar, ko'z tegmasin. Zo'r aka molingiz. Chempion. Bolasini bolani ham yorib yuborganda bu jonivor. Kalla holatlari hamma yo'q, zo'r aka, bolasi. Bolani qarang, jonivorni. Bolasi alda qo'yda tegmadi o'zi buni. Bularda akalar bitta yelinni bunga qo'yib berish kerak bu polvonlarga. Xudo xolasa 5 oy, 6 oyda kuzga olib borib turib ko'rasiz aka. Bitta sotaman siz, enasi xudo xolasa sotib bepulga qoladi. Bepulga qoladi. Xo'p, 20 litr sutga bo'ylari 1.35. Unqani katta molda, yirik mol, totib ketyapti. Qaytaring tabaqa aka, qaytaring. Jonivorlar. Omali haqiqatda sut beradi mana shu molingiz. Xudo berdi, kim xolasa ishonsa ertalab bayladim bolalarni. Sog'ishdan 2 soat oldin baylayman bolalarini. Ha. 2 soatdan keyin idirib olganini baylayapman xolos. Qolgan tayda yuribdi. Qolgan tayda yuribdi. Mashalloh. Joning sog' bo'lgur. Xudo xolasa olgan odamga bexijolat bor sog'ib beradi olmon. Xo'p, buni pulini nech pullaymiz akam pulini? Aytyapman 55 milliondan olgan odamga, jupini olgan odamga ancha kam qilib beramiz xudo xolasa. Ha, jupiga bo'lsa, kelishtirib beriladi. Kelishtirib beramiz. Omali nima desam bo'ladi? Pulini aka telefon qiling, kelishing. Omaliga molni kichkinasini olmaysiz, yirigini olasiz. Nima desam bo'ladi? O'zingiz ham bu mol tursa, endi nech puldan qaytasiz aka? Buni ham 3 oy boqdim. Xudo berdi, buni ham xudo xolasa g'ubor aybi yo'q. Yangi yildan oldin kelgan bu mollar. Ya molingiz zo'r aka, yoqdi molingiz. Xudo xolasa, bularni endi sog'aylik aka. Sog'ib ko'rsatib beramiz, bexijolat. Ma'lumotlarni beramiz akalar. Sizlar akalar niyat qilgan bo'lsangiz, laykni bosib, qayerdan ko'rib turgan bo'lsangiz, bitta kommentariyaga yozib qo'ying, biz ko'rib, o'qib, xursand bo'lamiz akalar. Sizlardan paddeshga akalar laykni bosib tursalaring, kommentariyaga o'z fikringizni qoldiring, kanalga obuna bo'ling aka. Yana xudo xolasa videolar zo'rlarni chiqaramiz aka. Xo'p, To'lajon aka bularni chiroyli qilib sog'aylik aka. Bitta sog'ib berib, videoni o'tkazmay ko'rib tursin, xudo xolasa, xudo berdi, qarab turing. Xudo xolasa, videoni o'tkazmay tursin, ha? Videoni o'tkazmaylar akalar. Bor-boricha ko'rsatamiz, sog'amiz aka. Mollarni veligani bor, veligan. Qani idiring bo'lmasa, mana videoni uzganimiz yo'q, bor-boricha ko'rsatamiz. Mashalloh. So'ylani ham qarang. To'lajon aka, bu apparatlarda ham bular chiroyli qilib apparatni ham soqsa bo'laveradimi? Apparatga solib ko'rmadi-yu, lekin qo'lda soqqan odam bor, apparatni soqmaydi bu molni. Hozir soqib ko'rsataman, ko'rasiz, xudo berdi. Ha, xudo xolasa. Bitta soqqan odam apparatni ishlatmaydi bu molga. Bo'ldi, gap yo'q aka. Endi aytmoqchi bo'lganim, bular bunday molda hamma apparatda sog'adi. Endi apparatli bemalol to'g'ri. Yuvoshlik hisobiga apparatda ham turaversa kerak menimcha. Turadi bular aka. Yedimi? U ana endi yo'q. Ko'rdingizmi, Shobet, ko'rdingizmi? Xudo xolasa shamollash, yo'q bu mol. Sirazi iyadi.
O'sha mashinasi zo'rda, mol bitta iyidimi? Yangi tuqqan mol. Mana shunaqa qilib iyigandan keyin aka ichida g'ubori yo'q bo'ladi. Ichida g'ubori bo'lsa aka emdirganingiz bunaqa qilib iymaydi. Xudo xolasa tezda qochadi omollardan. Qarang, nimasi ham yo'qdi, shabadalanishlar ham sirasi iydi jonivor. Xudo xolasa. Hozir mana bitta sog'ib beraman, ko'rasiz, xudo berdi. Bo'ldi, sog'ing aka. Videoni o'chirganim yo'q, boricha ko'rsatyapman. Qarab turing. Bemalol paqirda kelib qo'yib va Mashalloh. Sho'valar nima deyapti, xudo berdimi? Sho'valari bor, vashi ekan-ku. Buni mol o'z sutli moli-da, akalar sutli moli bu, bor-ku. Tagi men suti yo'q bo'lsa chiqmaydi buni o'li. Jonivor. Aka bosing, bosib yuboradigan onasi keldi. Munqaring. Qo'li tegsa bo'ldi, xudo. Bir pas tushib ketar ekan-a? Qo'li tegsa bo'ldi, munqaring. Qo'llaringizni tolitmas ekan, mana bosing. Keyin oilamizga tavsiya qilamiz. Mana mashinani oling, olib bemalol stolchani qo'yib o'tirib, sog'ib. Ha, xotirjam u taydan ag'aga bag'aga o'tib, eng kenja qizlari ham, nevaralari ham sog'ib qo'yaveradi buni, xudo xolasa. Xudo berdi. O'shanisi maza qilib yuborasiz-da, borganingizdan keyin. Dadasi qarab turing, bu uchiryapti. Tepyapti, dumi bilan uryapti demaysiz. Mana mashina holatda turibdi, mashina holatda turadi. Uyingizga olib borasiz, mashina qilib o'tirib sog'ib olasiz, keyin pul sanab beradi. Qarang, sut oling bitta mana o'zi yarim paqir yeysiz. Ha, bir pasda. To'g'rimi, to'lagan aka sog'ib oladi, keyin sut pulini beradi. Bo'laveradimi aka? To'g'ri. Bo'laveradi. Hamma tomon bizga salkam dehqonchilik xudo berdi. Hali aqabaqasi yo'q. Yaxshi molligiga chiqarib obunachilarga ilindi xudo xolasa. Bo'ldi, rahmat aka. Aqjolarga lakni bosinglar aka. Sizlar uchun. Mehnat uchun lakni bosing aka. Sizdan hech nima talab qilmaydi, prosta odam ko'p ko'rishga sizlar sababchi bo'lasizlar, xolos, lakni bosib qo'ysangiz. Ikkitasidan xudo xolasa bir paqir sog'ib beraman, xudo berdi. Ha? Молодец. Mana buni ko'ring, ikkitasini ham teganim yo'q. Nariga o'tganingiz yo'q. Videoni o'chirmayapman akalar, video uzoq ketib qolyapti, aqlang. Mol sog'ishni bilgan odamga 1 minut ko'p bu molga. Biz jahar sog'olmaganimiz uchun jicha ana bo'ladi, lekin mol sog'ishni bilgan odamga 1 minut ko'p bu molga. Bir pas sog'ib bergan. Tutoylari haqiqatda siz kim yumshoq, молодец. Qarang, xudo bermadi. Bir tarafidan bir paqir. Bir tomondan mana bir bu paqir. qarang, bu tarafga teganim yo'q mana. Bo'ldi, gap yo'q. Bir tomondan o'zi bir paqir beradi. Buni qo'yib turing, naringni sog'urasizmi, nar tomonni? Bo'ldi, nar tarafini sog'ib beraman. Qo'yuqligini ko'rib qo'ying mana. Mashalloh. Aka niyat qildingizmi? Yozing kommentariyaga aka. Qarang. Jonivor. Yana to'kib kelib, sut to'kib kelib yana o'tiribdi men qarang. Bir xil mol to'kib kelib, bag'ini ham ko'rsatdi. Ha, to'kib kelib, kelib o'tirsa jipillar qochib ketadi. Bu umuman unaqangi yo'q ekan. Bunisidan ham to'ldirib beraman hozir dahol. Mashalloh. Bo'ldi, sog'oring aka unisini ham. Tugadimi aka? Tugadi. Bo'ldi, oling bu hammasi. Jonivor. Qaymog'i ham zo'r ekan, ko'piyli. Ko'piyli qarang. Jonivor. Qarang, ko'pigini. Inshaalloh ketdi-yu. Mana desa aka. Ko'piyini qarang, paqirda qo'ygan jonivorni. Qaymog'li ekan. Xo'p, buni bolasini qo'yib yuboring. Narigini endi chiroyli qilib sog'ib beramiz akalar. Ba'da yuraveradi endi, mumkin. Shu bilan xudo berdi. Ha. 5 gacha yuradi tayda. Soat 5 da baylab qo'yaman. 1 soat, 1,5 soat hali sal idirib olgan baylanyapti xolos mollar. Ha. Bo'z tayda yuribdi. Bo'z tayda yuribdi. Jonivor. Gibrid, simental gibrid. Mollarni ko'vishlar qaytarib turishini. Bo'ldi, idiravering Baxtiyorjon aka. Ko'rdingizmi, xudo berdi bunisini ham yeganini? Ha. Jonivorlarni xudo xolasa o'kovini ham g'ubori yo'q. Sog'lomligidan-a? O'kovini ham sal 40 ichida qo'yib bersa ham bo'ladi, xudo xolasa. Endi avvalo xudoyu. Ha. O'zimiz anaqa minenamiz bu. Bitta yedirganingiz mana shunaqa qilib yeyorsa, ichi toza bo'ladi-da molda, sog'lom bo'ladi. Qarang, ko'rsan ko'vishlar qaytarib turibdi. Jonivorlar. Bo'lavering. İyi bo'ldi, bo'mi? Bismillah. Bunga xotirjam shunday kelar ekansiz, faqirlarni qo'yib. Mana sog'orar ekansiz. Okay. Nima qilyapsan nima ya? Shpagatidan ham turib beraverasiz keyin. Ash holatda ham, ha? Okay. Joning sog' bo'lsin, akalar.
niyat qilgan bo'lsangiz kommentariyaga yozing aka, o'z fikringizni qoldiring aka. Sog'ing aka. Bunisidan ham xudo berdi. Ikkitasini sog'ib to'ldirib beraman xudo olsa. Xudo xolasa, so'z isboti bilan bo'lsa aka ko'rsating aka, biz sog'ingiz bilan shuni ham. Mol turishiga ham e'tibor berib xudo berdi. O'sha holatda turibdi. Qanday baylangan bo'lsa, o'sha holatda sog'ishni boshladim, o'shanda holatda turibdi. Sipchi borib, yo'q haligi o'zini o'zi aqa-baqa shatasa qilgan yo'q. Bo'ldi, o'zi aka, bir Xudo berdi. Bu aka. Mana xolasa yana sog'ib beraveramiz. Video uzoq ketmasin. Ha, bo'ldi Xudo aka, xolasa. bo'ldi, bo'ladi. 15 ta dedi, 15 ta javob xudo xolasa Xudo xolasa. bo'lganimizga. Beradi 15 ta aka. Qani? Mana bu qaymog'ini qarang. Munkani Jonivor. Mashalloh. Inshaalloh ketdi, inshaalloh. Bunisini ham ko'pigini qarang o'zi. Asalni. Xo'p, akalar, shoshilib qolamiz. Telefon qiling Do'lajon akamga, xudo xolasa, ishlarni chiroyli qilib bitkizib berasiz, Do'lajon aka. Xudo xolasa telefon qilgan odamni ishi bitadi. Maqsad sigir olish bo'lsa bo'ldi. Ha, maqsad sigir olish bo'lsa, telefon qiling aka. Sigir olmoqchi bo'lgan tanishingizga ham jo'natib qo'ying videoni akalar. Hammaga rahmat, like bosib, kanalga obuna bo'ling akalar. Paka.